Dunyo bo'ylab 1990-yillarda gerodoterapevtlar uchun tayyor metodika dasturlari meditsinada tan olgan va hozirgi kunda Rossiya qonunchiligiga ko'ra zuluk bilan davolash ochiq oydin poliklinikalarda qo'llanadi. O'zbekistonda Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan zuluk bilan davolanish ro'yxatga olinmagan. Faqatgina u klinikalarda, shaxsiy klinikalarda va mahalliy sharoitda aholi tomonidan qo'llanadi. Shaxsiy klinikalarda esa fizioterapiya bo'limida hozirgi kunda hijoma va zuluk bilan davolanish urfga aylangan. Lekin O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra tabobat assotsiatsiyasi tomonidan hijoma va gerodoterapiyani tatbiq qilish keng yo'lga qo'yilmoqda. To'g'risini aytish kerak, men hali 90-yillarda tashkil etilgan gerodoterapevtlar assotsiatsiyasi tasdiq qilgan o'sha metodni qo'llagan bironta gerodoterapevtni ko'rmadim. Bu faqat rus gerodoterapevtlar auditoriyasida keng qo'llaniladi va o'sha metodika bilan aholini davolashadi. Bizda hali ham mahalliy gerodoterapevtlar zulukchilar o'rtasida va ayrim shaxsiy klinikalar ichida zulukchilar tomonidan hali ham bosh og'risa mana shu ikki chakkaga yoki mana bu pasyalka qismida, oyoq og'risa oyoqqa, qo'l og'risa qo'lga degan metod bilan ishlab kelishyapti. Men Nozma Hamrayeva, xalqaro hijoma va gerodoterapevt mutaxassisi. Ushbu akkauntim orqali siz aynan xalqaro toifadagi metod asosida har bitta kasallikni to'g'ri ketma-ketlikda samarali davolanish yo'llarini o'rganasiz.